Saharliga ham, iftorliga ham yengilgina ketadigan, juda ham mazali, shuningdek foydali bichaklarni tovada tayyorlaymiz. Xamir uchun 200 ml suv, 1 choq qoshiq tuz, 50-60 gram erigan sariyog', doimgidek emas, sifatli qalliq sariyog'dan foydalanaman. Ketidan oliy navli turon unlaridan oz-ozdan elakdan o'tkazib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorab olamiz. Ushbu xamirga menda umumiy hisobda 400 gram un yetarli bo'ldi. Xamirni bir xil 12 bo'lakka bo'lib, zuvolachalar yasaymiz. Buni ustini yopgan holda endi 15 daqiqa tinish uchun qoldirishimiz kerak. Bu orada nachinkasini tayyorlab turishimiz mumkin. Yaxshilab yuvilgan 1 kg ismaloq, 1-2 bog' ko'k piyoz hamda bitta katta piyozni to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Qizib turgan tovaga 50 g sariyog' solib, piyozni tillarang bo'lgunga qadar qovurishni boshlaymiz. Ketidan ismaloq, ko'k piyoz, tabga ko'ra tuz va murch qo'shib bitta aralashtiramiz. Ko'p pishirmaymiz, hamma suv chiqib ketmasidan gazdan olishimiz kerak. Nachinkamiz tayyor. Endi tingan zuvolalarni bittadan ochib, ichiga 2 osh qoshiq nachinkadan solib yaxshilab yopishtiramiz. Bichaklar past olovda, nomiga yog'langan tovada 2 tarafi qizartirib pishiriladi. Ikkitadan pishirib, bu yoqdan keyingisini tayyorlab tursanglar, bir zumda pishirib olasizlar. Pishgan bichaklarga issig'ida sariyog' sursanglar, yana ham mazali bo'ladi. Juda ham mazali, yengil hazm bo'luvchi va foydali bichaklarimiz tayyor. Sizlar ham ushbu retsept bo'yicha albatta tayyorlab ko'ringlar.